Assalomu alaykum, hurmatli Termiz shahrining va Termiz tarixining muxlislari. E'tiboringizga havola etiladigan maqola shahri Termiz, Madinatul Rajjalul G'oybil Arba'ayn, Termizi Sharif, ko'rinmas 40 eronlar shahri. So'ngra murid eltib Jayhun daryosiga tashlab berdi. Sanduq suvga borib yetmasdan burun suv ikki tarafga ajrab, suvning ichidan bir qo'l paydo bo'lib, sanduqni suvga yetkazmasdan ushlab oldi va murid bu holni ko'rib taajjub qilib: "Ey qo'l egasi, san kim bo'lursan?" deb berdi. Suvning ichidan bir ovoz chiqdiki: "Men ushbu kitoblarni saqlamoqqa muvakkildurman." Andan so'ngra musulmonlar yer yuzini axtarurlar, hargiz Qur'oni masalasi kitobidan topolmaslar. Andan so'ngra Hazrati Iso alayhisalom hayron bo'lib: "Iloho, endi ne qilurman?" deb munojot qilurlar. Andan so'ngra Jabroil alayhisalom nozil bo'lib: "Ey Iso, siz borib Jayhun daryosining labida 2 rakat namoz o'qib, andan so'ngra daryoga qarab, ey Abul Qosim Qushayriyning kitoblarining muakkili, sanduqni hamma kitoblari bilan menga topshirg'ilki, man Iso ibn Maryamdurman va osmondan nozil bo'ldim" deb nido qilmog'ingizga Alloh taolo amr qildi deg'aylar. Bas Hazrati Iso alayhisalom borib namozi nafldan so'ngra shundoq deb nido qilurlar. Andan so'ngra suvdan bir qo'l paydo bo'lib, ushbu sanduqni Iso alayhisalomga topshirar va Iso alayhisalom ana ochib va Abul Qosim Qushayriyning ushbu kitoblarini olib anga qarab shariat Mustafa sallallohu alayhi va sallamni joriy qilurlar va Jibril alayhisalomdan so'rarlarki: "Ey birodar Jibril, Abul Qosim Qushayri mundoq martabani nima amal bilan topgandir?" Jibril alayhisalom ayturlarki: "Yo Iso, Abul Qosim onasini rozi qilgan sababidan mundoq martabaga yetishdi" deg'aylar. Bas ey birodarlar, zinhor va sad zinhor ota va onani rizoligidan beparvo bo'lmanglar. Albatta ularning roziliklarini olinglar, toki sizlar ham Abul Qosim Qushayriydik maqsudi asqoga martabai a'loga yetg'aysizlar. Javohirul Hisobot yozuvchi nashriyoti 1993-yil Toshkent shahrida chop qilingan 130 va 134-sahifalar. Abul Qosim Qushayri tom ma'noda aytadigan bo'lsak, aynan Al-Hakim at-Tirmiziy bobomizning nomlariga, timsollariga yaqin. Termiz qadimdan Oks, Jayhun, Amu va Surxon daryolarining bir-biriga tutashgan sohillari atrofidagi hududda joylashgan shahar. Bu shaharning tarixiy manbalarda qayd etila boshlaganiga 2002-yil 2-aprelda 2500 yillik tantanasi dunyo afkor ommasi tomonidan keng nishonlanadi. Muhtaram yurtboshimiz ushbu xalqaro jamoatchilik guvohi bo'lgan anjumanda Termiz shahri Markaziy Osiyo shaharlarining onasidir deb tarixan ta'kidlangan haqiqatni yana bir bor dunyo xalqlariga eslatdilar. Bu tarixiy maqom va daraja Termiz shahrining sharifligiga ham nisbatdir. Markaziy Osiyo hududlaridagi hozirgi shaharlar shakllanmagan davrda moziy sadosining bizgacha yetib kelgan aks sadosidan Termiz Taramatxa Mavara Unnahr Bog'tar tilidagi Taramatxa kalimasining arab tilidagi tarjimasi shahri G'ulg'ula yana bir nomi hayot qaynagan shahar bo'lganligi haqida xabarlar keldi. Bu xabarlar albatta mustaqillikka erishganimizdan so'ng bizga musharraf bo'ldi. Yuqorida keltirilgan fikrlardan bizga yashirinib yotgan tarixiy haqiqatni kashf etishimizga imkoniyat yaratildi.
Markaziy Osiyo shaharlarining onasi bo'la olgan shahar har tomonlama o'z farzandlariga komilligini namoyon eta olib, o'z zurriyotini avaylab tarbiyalab voyaga yetkazib, uni kamolini ko'rib yaratganga shukronalar qilgan mehribon kabidir. Albatta jigargo'shalariga xavf-xatar, tahdid solgan taqdirda o'z vujudini dushman tig'iga qalqon qilishga tayyor bo'lgan zoti muborak ham onadir. Ba'zi shunday ekan, Taramatxa Termiz qadimda 4-5 ming yil, balki undan-da burun shahar sifatida mavjud bo'lgan. Insoniyatning boshqa go'shalarida ma'naviyat va ma'rifat, hunarmandchilik, ishlab chiqarish hali kashf etilmay, shakllanmay turib, bu shaharda ijtimoiy hayotning mazkur sohalari ancha rivojlangan bo'lgan. Bu holatlarni Termizga nisbatan jahon tarixi ham tan oldi. Biz e'tibor qaratmoqchi bo'lgan mavzu har jihatdan yurtdoshlarimizni befarq qoldirmasligi lozim. Negaki bu zaminda shu muqaddas ona vatanimizning jahonga yuz tutishida dastlab yurtboshimizning oqil dono sa'y harakatlari tufayli qadimgi tarix zarvaraqlarida o'zlaridan bebaho ilmiy meros qoldirgan ajdodlarimizning vakillari unutilayozgan bir paytda qaytadan kashf qila boshladik. Taramatxa, Termiz moziy davridagi bir necha saltanatlarning poytaxti bo'lish baxtiga musharraf bo'lgan shahardir. Shubhasiz Bog'tar davlati Ahmoniylar, Yunon Bog'tar, Kushonlar saltanatlarining hukmronligida bu shaharda ilm ma'rifat nihoyatda rivoj topgan. Turli dinlarga e'tiqod etuvchi aholisi bo'lgan Taramatxa va uning atrofidagilar turfa tillarda so'zlashgan qadimiy Taramatxada albatta turli dinlarga oid kitoblar turli tillarda bitilgan bo'lgan. Bag'ri kenglik muhitida yashagan shahar Taramatxa Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashganligi bois dunyoning 4 qutbini bog'lab turgan. Savdo sotiq rivojlangan joylarda taraqqiyotga intilish bilan birga ilm ma'rifat ham ravnaq olishiga e'tibor berilgan. Ana shu omillar tufayli Taramatxa Termiz shaharlar onasi maqomiga va nisbatiga munosibligining isbotidir. Milodning 7-8 asrlarida turli tillarda yozilgan kitoblar, bitiklar bir necha dinga e'tiqod qiladiganlarning olimlari tomonidan o'rganilgan. Mazkur asrlarda yangi din targ'iboti, islom dinining ahkomlari va arkonlari, arab xalifaligining siyosiy, diniy, ijtimoiy g'oyalari noarab, ajam mamlakatlarga kirib kela boshlaydi. Bu g'oyalar mahalliy aholining ma'naviy ma'rifiy qadriyatlariga zid bo'lmasdan bag'ri kenglik ruhiyatida targ'ibot qilinadi. Diniy va dunyoviy kitoblari mavjud bo'lgan kutubxonalar Taramatxa Termizda ham bo'lgan. Arablar kelgach, bu kitoblar mahalliy aholining ma'naviyatidan siqib chiqarilmay, ehtiromlar ko'rsatilib, ilohiy nozil etilgan kitoblarni bir-biriga qiyoslash orqali yangi muqaddas islom dini ilgarigi diniy ahkomlar va arkonlarning noshoista jihatlaridan ilohiy pok maqbul din Ol Imron surasi 19-oyat. Inna dina indallohil islom. Sadaqallohul azim. Dinlar orasida Allohga xush va maqbul din islomdir. Boshqa ilohiy nozil etilgan kitoblarga musulmonlar iymon keltiradigan va ularning botil mansux bo'lganligini e'tirof etish, Tavrot, Zabur, Injilni ham ma'nosi, mohiyati va nuqsonlarini tushunib yetadigan zotlar Taramatxa Termizda ham 8-9 asrlarda bo'lishgan. Bunday zotlar o'zlarining ilohiy iqtidorlari bilan turli qadimiy tillarni ham o'zlashtirgan, mukammal bilishgan. 19 va 20 asrlarda mashhur bo'lgan ulug' rus sharqshunosi Bartolt 19 asrning 2-yarmi va 20 asrning 1-yarmida yashagan taniqli rus sharqshunosi o'zining tadqiqotlari jarayonida Termiz shahrini milodning 8-9 asrlar islom olamidagi shuhratini ta'riflar ekan, Termiz Muvara-un-Nahr Taramatxa qadimgi Bog'tar tilida aytilgan shaharning nomini arab tilidagi tarjimasi daryoning narigi sohilidagi shahar. Zokirjon G'oyev izohi. Arab xalifatligi Abbosiylar davrida undan ilgari qadimda ham ilm ma'rifat
ma'naviyat bobida Markaziy Osiyoning ham arab va ham ajam mamlakatlarining shaharlariga nisbatan har jihatdan taraqqiy etgan shahar bo'lgan deb ta'rifini bergan. Muqaddas islom dinimiz Markaziy Osiyoga dastlab 647-yili, ya'ni Mavara-on-Nahr hududlari Termizga 100 yil ilgariroq kirib kelgan. Bu yosh dinning ahkomlari va arkonlari mahalliy ijtimoiy muhitga og'riqsiz singadi. Buning isboti Markaziy Osiyodagi islom dini falsafasining g'oyalaridan kelib chiqib, tasavvuf tariqatlarining ham ilk ulug' vakillari aynan Taramat Hamavara O'ngnahr Termizda mavjud siyosiy ijtimoiy muhitda yetishdi va tanildi. Arab xalifatligiga mansub bo'lgan mintaqa Mavara O'ngnahr viloyati o'z mustaqilligini qo'lga kiritish uchun kurashlarni boshlab yuboradi. Ana shunday kurashlar qorishig'ida 9-asrning 2-10 yilligida Arab xalifatligi poytaxti Bag'dodda Baytul Hikma ta'sis etiladi. Abbosiylar sulolasi 750-1225-yillari saltanatining asoschisi Horun ar-Rashidning vorislari mamlakatga tobe bo'lgan viloyatlar hududlaridagi olim va fozillarni yig'ib davlat xalifatlik xazinasi hisobidan faoliyat yurituvchi Baytul Hikma fanlar akademiyasiga asos solinadi. Milodning 833-yili. Barcha fanlar sohasida o'z yurtlarida olim bo'lib tanilganlarni Baytul Hikmaga a'zo qilish o'ta ilg'or tashabbus bo'lgan. Bu dargohga to'plangan fozili olimlarning aksariyati, ya'ni 80-85% Mavara-un-Nahr, Xuroson o'lkalaridan bo'lgan. Fozila Sulaymonova Sharq va G'arb kitoblaridan 1998-yil Toshkentda chop qilingan. Bu o'rinda Mavara-un-Nahrdan Baytul Hikmada o'zining iqtidori bilan xalifalik olimlarining peshqadami har jihatdan bu oliy ilm dargohiga yig'ilgan olimlarga rahbarlik qila olish salohiyati bo'lgan zot ham ko'hna Termiz Mavara-un-Nahrdan bo'lganlar. Abu Abdulloh Muhammad Ali ibn Husayn ibn Bashir al-Hakim at-Termiziy 748-749 milodiy, 872-873 milodiy yillari, 128-hijriy qamariy, 255-256-yil qamariy yillarida yashagan ulug' alloma. Bu zoti muborakot Baytul Hikmada faoliyat etgan yillarida Qidvatul Avliyo, avliyolar rahnamosi rutbasini olganlar. 840-yillari Baytul Hikmada arab olimlari bilan ajam olimlari guruhbozlik avjiga chiqqach, Al-Hakim at-Termiziy Bag'dodni tark etib, o'zlarining ona shaharlari yurtlariga qaytadilar. O'z iqtidorlari, olim rabboniy, ilohiy olim bo'lganlari bois ixlosmand arab va ajam fozillari Qidvatul Avliyoni izlab Termizga kela boshlashadi. Ustozning etagidan mahkam ushlaganlar soni yil sayin emas, hafta sayin orta boradi. Buyuk alloma Al-Hakim at-Termiziyning muxlislari mahalliy aholi orasida ham kam emas edi. Al-Hakim at-Termiziy hazratlari Bag'doddan qaytgach, Baytul Hikmaning nomiga ma'no jihatidan bir bo'lgan hakimiyat tariqatiga asos soladilar. Bu tariqat islom dini ahkomlari va arkonlariga mos va xos bo'lgan tasavvufning ilk tariqatlaridandir. Bu tariqatning g'oyalariga ergashganlar kun sayin ko'paya boradi. Hakimiyat tariqatiga ergashganlar ulug' insoniy fazilatlarni, ezgulik, hikmat, diyonat, insofni targ'ib qilishgan. Shu sababli ham hakimiyat tariqatining tarafdorlari doim avliyo darajasiga yetishganlarga bo'lishgan. Hakimiyat maktabida ta'lim olganlar ilohiy hikmat javohirlari, ilohiy iqtidorlariga tariqat g'oyalari bilan sayqal berganlar. Darhaqiqat bu tariqat ta'limoti hakimlik, donolik, ilmu fanda va jamiyatda aql zakovatining durdonasi sohibi insongina uni yaxshilikka tatbiq qila oladi. Hakimiyat aqidalari esa insonni o'z aqli bilan erishgan ilohiy hikmat, hakimlikni, donolikni faqat ezgulikka tatbiq etishni yoqlashgan.
aynan hakimiya tariqati g'oyalarida dinlar, tillar aro bag'rikenglik munosabatlarining ahkomlari targ'ib qilingan. Donolikning oliy cho'qqisi hakimlik bo'lganidek, hakimiya tariqati ham tasavvufda eng baland maqomga egaligi bois bu tariqatga islom olamidagi barcha mashhur va zabardast avliyolar solik muxlis bo'lishgan. Al-Hakim at-Termiziy hazratlari o'zlarining hakimiya tariqati maktablarida ta'lim olganlarga faqat diniy bilimlar emas, balki qadimiy diniy sanskrit yozuvida Budda dini, Avestodan zardushtiylik va boshqalardan va dunyoviy ilmlardan saboq berilgan. Asosiy maqsad ilohiy hikmat insoniyatga azaldan ilohiy ne'mat sifatida tuhfa etilganligini, inson esa ana shu bebaho Alloh bergan in'omdan umr davomida o'qib o'rganib kelgusi avlodga hikmatlar tarzida aql durdonalarini ulkan meros etib qoldirishi zarur bo'lgan. Shuning uchun ham Al-Hakim at-Termiziydan qolgan bebaho ilmiy meros inson aql zakovatining javohirlari yangilik jilvalanib, asrlar osha Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq, arab mamlakatlari, qolaversa dunyo olimlarini hanuzgacha hayratga solib kelmoqda. Termiziylar shajarasining tojdori Al-Hakim at-Termiziy bo'lsalar, bu silsilaga va hakimiya tariqatiga a'zo bo'lganlar ham ana shu ilk islom dinining markaziy Osiyoga kirib, o'ziga mustahkam maqom topishida aynan 8-9 asrlarda Termizda tashkil etilgan hakimiya tariqati maktabida tahsil olganlarga ehtirom sifatida Termiz Madinatur Rijal G'oybil Arba'ayn, ya'ni Termiz ko'zga ko'rinmas 40 eranlar shahri deb tan olingan. Rijal G'oybil Arba'ayn ko'zga ko'rinmas 40 eranlar, ya'ni farishtalar maqomiga erishgan 40 nafar olimlar, avliyolar ma'nosini beradi. Al-Hakim at-Termiziy hazratlarining hakimiy maktablarida tahsil olganlar ilk qaldirg'ochlar 40 kishidan ziyod bo'lgan. Eron Qur'oni Karimda Avliyoulloh deya atalgan. Alloh taolo do'stlarining turkiy atamasi Eron tasavvuf adabiyotida murshidi komil, komil ustoz, pir va insonni komil mazmunida qo'llangan. Eronlarning ko'ngli ilohiy zavq va ma'rifat xazinasi. Ular vahdat, Alloh visolidan mayidan qongan va ilohiy sir asrorlardan voqif zotlardir. Eronlar erurlar tunu kun zor bo'lgan qulga haqning nazari bor. Eronlar talab birla bo'ldi bedor, ul eronlar etagini tutmasmisan Sulaymon Boqirg'oniydan. Orif, irfon sohibi, anglagan va tanigan sufiylarning nuqtai nazarida irfon Alloh tuhfasi bo'lgan uchun ilmdan ustun erur. Orif Allohning shuhud, asmo, ismlari va sifatlarini idrok etgan, mavhum borlig'idan kechib haq borlig'i ila bo'lgan kishidir. Maxdumi Azam Kosoniyga ko'ra zohir birla orif orasidagi farq haqida manzuma. Zohid haq taoloning so'ziga mashg'ul bo'lg'ay. Orif haq taoloning o'ziga mashg'ul bo'lg'ay. Zohid xalqni ilmi zohir birla da'vat etg'ay. Orif xalqni ilmi botin birla da'vat etg'ay. Zohidning ko'zi beg'am bo'lg'ay. Orifning ko'zi nuri nam bo'lg'ay. Zohidning ko'ngli qattiq bo'lg'ay. Orifning qalbi yumshoq bo'lg'ay. Zohid pulga boqqay, orif haqqa boqqay. Zohidning ko'zi hushyor, ko'ngli g'aflatda bo'lur. Orifning ko'ngli bedor, ko'zi g'aflatda bo'lur. Zohidning tilida zikr bo'lg'ay, orifning dilida zikr bo'lg'ay va shukr bo'lg'ay. Zohid elning aybini ochg'ay, orif elning aybini yopg'ay. Ogoh, orif oshno, xabardor, uyg'oqlik. Tasavvufda ilmi holni biluvchi, anglagan, to'g'ri yo'lga tushgan haq odami, qalb ko'zi ochiq, bedor vali, haq tajallisi
nogoh kelur, ammo dili ogohga mudom kelur. Najmiddin Roziy Tafakkur jurnali 1997-yil 4-son tasavvuf lug'atidan. Milodning 10-asrida Taramatxa Mavaraunnahar Termizda tug'ilib o'sgan va Hakimiya maktabida o'zining iqtidori bilan samoviy asbob, astrologiya kashf etgan va yasagan olim munajjim falakiyot ilmi cho'qqisini zabt etgan Ahmad Usturlobiydir. 8-9-asrlarda Hakimiya maktabining yetuk namoyandalari Valiulloh darajasiga erishganlar 40 dan ziyod edi. Ahmad Usturlobiy ham ona tomonidan bobosi Al-Hakim at-Termiziy ta'sis etgan Hakimiya tariqati maktabining faoliyatini davom ettirib, o'z davrida uning shuhratini yanada yuqori cho'qqilarga ko'tardi. Ahmad Usturlobiy rahbarligida qo'sh qanotli qushlarday beg'ubor cheksiz samoda ilm ma'rifat bobida parvoz qila oladigan 40 ga yaqin iste'dodli ilohiy iqtidorli olimlar yetishib chiqishdi. Ahmad Usturlobiy olimi murabbiy sifatida o'z shogirdlarining bilimiga va faoliyatiga jiddiy e'tibor bergan. Ahmad Usturlobiy bobosi Al-Hakim at-Termiziy vafotlaridan qariyb 120 yildan so'ng mashhur olim tabiatshunos, qomusiy olim Abu Rayhon Biruniy bilan xatlar yozishib tanishadi. Shu haqda Ahmad Usturlobiy o'zining Ilmun Nujum yulduzlar ilmi asarida eslatib o'tadi. Biruniy esa uning yasagan asbobini juda ko'rish niyatida 3 bor Kyot qadimgi Urganch shahriga taklif etadi. Bu 992-yil milodiy, 336-hijriy qamariy. Ahmad Usturlobiy o'zining mazkur asarida ko'zga ko'rinmas eranlar haqida manzuma she'r keltiradi. Manzumai Rijolul G'ayb. Ko'zga ko'rinmas eranlarga manzuma. Quyida Ahmad Usturlobiyning Ilmun Nujum asarida berilgan. She'rini fors tilidan muallif tarjima qildi. Agar turib ahli kamol qoidasiga binoan bilishingizdadur abdollar manzilin. 1-9, 16 va 24da alarning joyi janubi sharqda tayin. 2, 10, 17 va 25da alarning joyi g'arbi janubda tayin. 3, 11, 18 va 26da alar joyi har vaqt holda janubda tayin. 4, 12, 19 va 27da alarning joyi Yangitoy misol tayin. 5, 13, 20da bo'lsa talabing, alar joyi shimol va g'arbning orasida tayin. 6, 21, 28da izlasang, alar joyini toparsan sharq u shimolda tayin. 7, 14, 29da xohlasang, alar o'tirishar sharq ufqining istiqbolida. 8, 15, 23, 30 bo'lganida alar visol izlashar tongdan tonggacha shimolda. Ushbu manzumaning mazmunidan Rijolul G'ayb ko'zga ko'rinmas eranlarni 1 oy 30 kun davomida dunyo taraflari 4 qutbning qaysi tarafida abdollar sifati bilan izohlanmoqda. Milodning 9-asrida yashagan tasavvuf tariqatlarining o'ta zukko bilimdoni olim Hujbiriyning Kashful Mahjub asarining 262-263 sahifalarida abdol haqida juda qiziqarli diniy ilmiy izohlar berilgan.
40 saylanganlarni abdol deyishadi. Ularning qalblari avliyolarning yuraklari kabidir. Ularga Alloh subhanahu taoloning hammalariga salomlari yetsin. Hujviri o'zining asarida 40 abdoldan, ya'ni Rijolul g'ayb arba'ayndan 7sini axyor deyishadi. Negaki Xoliqning a'lo sifat yaratganidir. 5ini a'mod deyishadi. Ular olam ustunlaridir. Chunki dunyo ustunlariga tayanib turgani kabi dunyo ahli ularning borligidandir. 3ini abdol deyishadi. Aftod deyishadi. Chunki uyning dunyo taraflarini, ustunlarini bir-biriga bog'lab turuvchi mixlar kabidir. Birini G'avsul G'uyus deyishadi. Bu zot jahon ahlining faryodlarini eshituvchidir. Abdolning, ya'ni 40 nafar rijol g'aybning turar manzillari yer osmonning 4 tarafidadir. Ularning har biri bir-biridan mutafarriqdir. G'avsul G'uyusning turar maskani Makkadadir. Ya'ni Ka'badagi maloikalar olamining sultoni va odam sallallohu alayhi va sallamning mujobirlaridirlar. Qo'shnisi yoki xizmatkoridirlar. Alloh taolo nabiylikni bugunga qadar boqiy degan, avliyolikning sababini izhor etib, o'zining Alloh oyatlarini hujjati sidq qilib Muhammad sallallohu alayhi va sallamga bog'lagan holda oshkoraligini avliyolarning olami yaratilgan bu haqda hadislar bo'lib o'tayotgani, ular valiylar nafslaridan najot topib, o'zlaridan qoldirilgan asarlarida osmondan barakot yomg'iri, ilm yog'dusi yog'ayotgani va yerdan ezgulik giyohlari unib kofir va musulmonlarga ularning himmati ila nusrat, yordam nasib etayotganligida 4000 nafar ko'rinmas maktum bir-birlarini tanimagan, husn va holidan bexabar, barcha o'zlarining ahvollari va xulqlaridan yashirin bo'lganlar haqida ko'plab xabarlar va gaplar tarqalgandir. Ushbu xabarlarda avliyolar haqida so'z borar ekan, Allohga hamdlar bo'lsinki, xabarlar ayon bo'ldi. Ammo ahli hol, Allohni biluvchilar va aqd buzurgvorlari Alloh taolo dargohida 300 nafardirlar. Alardan 40ini abdol deyishadi, yana 3ini naqib deyishadi, yana birini qutub deb atashadi. Ular bir-birlarini hammalari tanishadi va shu bois Allohning izni bilan ishlarini bajarishda bir-birlariga muhtojdirlar va albatta birgalashib muammolarni hal etadilar. Hujviriyning Kashful Mahjub asari valiylikning isboti bobi 262-263 sayfalar. Haqiqatdan ham vali kalimasining ma'nosi Xudoning do'sti, yaqini demakdir. Alloh taoloning yaqinini, do'stini sevish uning Allohning o'zini sevishga kafolatdir. Shayx Fariddin Attor Tazkiratul Avliyo asarining muqaddimasida shunday yozgan: Avliyolarga mehr muhabbatimiz ularning kamoli va jamoliga va barcha holat ishlariga hurmat, ehtiromimiz natijasidir. Ushbu sadoqat qalblarimizga Alloh taolo solgan muhabbat ziyosi kabi porlab, buyuk zotlarga ta'zimimizni bajo keltiradi. Alloh taoloning muborak ismlarini har zamon, har lahza tilidan va dilidan qo'ymaydigan aziz avliyolar ma'rifati nuridan bahramand bo'lgan, har qachon va har bir holatda Alloh taolo zikrini
yodini unutmagan kishilar uchun avliyolar Alloh taoloning yaqin do'stlari, hayoti va ijodlari namunasidir. Fariddin Attorning mazkur asarida avliyolar tasnifi keltiriladi. Avliyolar bir necha xil bo'lishadi. Chunonchi ma'rifat ahli, muomalat ahli, muhabbat ahli, tavhid ahli, miskin faqirlar ahli va boshqalar. Lekin shunday buyuk shayxlar borki, ularda sanab o'tilgan toifalarning bir qanchasidan ziyod bo'lgan sifatlari mujassam bo'ladi. Al-Hakim at-Tirmiziy hazratlari ana shunday avliyolar toifasiga mansub akmalul mukammal inson edilar. U zotning muborak nafaslari Mavaraun Nahr, Xuroson, Arab va Ajamni tasavvuf tariqatlari ibtidosi hakimiya bilan yaxshilik va ezgulik nuri ziyosiga to'ldirdi. Taramatha qadimiy Bog'tar tilida jaranglagan shahar, arab tilida Mavaraun Nahr deb tarjimasida aytilgan shaharni qadimul ayyomdan oqillar, fozillar yurtini fayzyob shayxlar, valiullohlar, qidvatul avliyo, valiylar sardori o'lkasiga aylanadi. Darhaqiqat Mavaraun Nahr Termiz shahri ilmi hikmat bobida Madinatul Rijol g'ayb ilmini egallagan eronlar shahri bo'lib, islom olamiga Al-Hakim at-Tirmiziy davrida shuhrati taralgan. Hakimiyya tariqatining asoschisi Al-Hakim at-Tirmiziy hazratlari shubhasiz Rijol g'ayb ilmini egallagan avliyolar sultoni bo'lib, hayoti davomida ta'lim bergan shogirdlari ham g'ayb ilmini ustozlaridan egallagach, ular ham ya'ni 40 shogird valiulloh darajasini egallashgach, shaharning ilm ma'rifat bobida 9-asrda g'ayb ilmini egallagan 40 eronlar shahri sharif Termiz bo'lgan Madinatul Rijol g'aybil arba'ayn ta'rifini islom dunyosidagi uxroviy ilmlarda qoldirishgan. Dunyoviy va diniy ilm va ma'rifat markazi bo'lgan Termiz sharifdan yetishib chiqqan, avliyoligini islom dunyosi tan olganlar Somoniylar, G'aznaviylar, Qoraxoniylar, Xorazmshohlar, Mo'g'ullar istibdodi davrida va Sohibqiron Amir Temur hazratlarining davrida ham Termiz Mavaraun Nahr shahri Somon deb atalsa-da, qadimdan shahri sharif nisbati bo'lgan shahar hisoblanadi. Ahmad Usturlobiy o'zining Ilmun Nujum asarida Termizni shahri sharif deb ta'riflagan, ammo boboyi kaloni Al-Hakim at-Termiziyning Hakimiyya tariqati maktablaridan 9-asrda mashhur bo'lishgan 40 nafar avliyolar rijol g'ayb bo'lishganini qayd etishdan o'zida hijolat sezib, Manzumai rijol g'ayb bilan cheklangan. Bobodan meros qolgan Hakimiyya tariqati maktabida o'zi ham 40 ga yaqin zabardast avliyolarni tarbiyalaydi. Ahmad Usturlobiyning iqtidori 40 shogirdlaridan biri Termizi sharif o'zining Shajaratul Kalon asaridayoq yetilgan avliyo Somon Ashur Termiziy Kokildor otadir. 11-asrda ham aynan Ahmad Usturlobiy rahbarligida Hakimiyya tariqati maktabidan Rijolul g'ayb darajasiga musharraf bo'lganlar yetishadi. 12-13-asrlarda ham Termiz sharifdan yetishib chiqqan avliyolar talaygina bo'lgan. Ammo barcha davr va zamonlardan valiylik rutbasiga yetishish tilsimining kalitini ilk bor qidvatul avliyo bo'lgan zot-u muborakot Al-Hakim at-Tirmiziy kashf etganlar. U zotning Xatmul Valoyat asarlari shuning misolidir. Ya'ni valiylik muhri. Al-Hakim at-Tirmiziydan ilgari ham, keyin ham bir alloma valiylik muhri haqida asar qoldirmagan. Ana shu asarni o'rgangan va amal qilgan olimlar ham ilmi hol, ilmi qol, ilmi g'ayb, ilmi laduniy sir sinoatlarini bilishadi. Tariqat asoschisining asrlar o'tishi bilan munosib vorislariga o'tishining natijasidir. 14-asrning 2-choragida 1336-yili tug'ilib, dunyo tarixidan o'ziga munosib joy topa olgan tarixiy buyuk shaxs Sohibqiron Amir Temurning
Termiz shahri sharifga, ya'ni Madinatul Rijal G'aybil Arba'inga nisbatan hurmatlari o'ta ulug' bo'lgan. So'q Qur'onning pirlari silsilasi avliyolarning shajarasidagi zotlar bo'lgan. Tasavvufning turli tariqatlarning g'oyalarini hayot yo'liga mash'ala sifatida qo'llab, buyuk qudratli imperiyani bunyod etishda ham ma'naviy va ruhiy pirlarining maslahatlaridan chetga chiqmagan, inson jahonni larzaga keltirgan sarkarda sulton, amir, imperator bo'lishida va barcha amalga oshirgan ishlarida doim pirlarining madadiga tayangan va hamisha muvaffaqiyatga erishgan. O'zi yashagan davrdagi avliyolarni va 600-500 yil ilgari yashab o'tgan avliyolarning xoklarini, nomlarini va ulardan qolgan mo'jizalarini, karomatlariga oid rivoyatlarni nihoyatda e'zozlab, ulardan o'ziga hayotiy ijobiy xulosalar chiqargan. Soqron Amir Temur hazratlari 1370-yili Mavara-un-Nahr davlatining sultoni bo'lishi ham, davlatning nomini daryoning narigi sohildagi shahar deb qadimgi Bog'tar tilida aytilgan so'zni arab tilida jaranglagan ismini tayinlashi ham bu Termiz shahriga muhabbatlarining cheksizligining ifodasidir. 1375-1380 yillari Termiz sharif sha'niga, ya'ni 1219-1220 yillari Chingizxon qo'shinlariga mardonavor qarshilik ko'rsatgan shaharga Madinatul Rijal, Eronlar shahri, mardlar shahri deb oltin tangaga arab yozuvida zarb qilinishiga farmoni oliy bergan zot ham Soqron Amir Temurdir. Milodning 8-asrdan 13-asrgacha Mo'g'ullar istilosiga qadar islom olamiga Termiz sharif shahrining ilm ma'rifat markazidan 600 yil ko'zga ko'rinmas eronlar g'ayb ilmini egallagan allomalar, avliyolar shahriga 1375-1380-yillarda zarb etilgan oltin tanga pul shaharning quyidagi tarixiy holatlari uchun hurmat ramzlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Birinchi, 8-9-asrlarda Mavara-un-Nahr zaminida islom dini mohiyatidan kelib chiqqan tasavvufning ilk tariqati Hakimiyaning asoschisi Al-Hakim at-Tirmiziyning ilmi g'ayb, ilmi laduni, ilmi hol, ilmi qol bobida Qidvatul avliyo yoki Rijjalul g'ayb bo'lganlari hamda ma'naviy ruhiy pirlarning sultoni deb tan olganlik hurmati haqqi. Ikkinchi, Rijjalul g'ayb darajasiga erishgan Al-Hakim at-Tirmiziy hazratlarining 40 shogirdlari Hakimiya tariqati avliyolar darajasida ekanliklarini 8-9-asrlardan keyin ham tan olganliklari hurmatiga Madinatul Rijal G'aybil Arba'in ko'zga ko'rinmas g'ayb ilmining egallagan 40 eronlar shahri sha'niga. Uchinchi, bobolarining ilmiy merosini davom ettirgan Hakimiya tariqati maktabidan Ahmad Usturlobiy 10-11-asrlarda 40 ga yaqin rijol g'ayb ilmini egallagan valilar sha'niga. To'rtinchi, 1219-1220-yillari Xorazmshohlar tarkibida bo'lgan Mavara-un-Nahr shahrini Mo'g'ul istilochilari firib yo'li bilan qo'lga olishib, shiddat bilan qarshilik ko'rsatgan shahar himoyachilarini dushmanga qarshi safarbar eta olgan shahar hokimi Faxriddin Habash va xalq lashkarining mardlarcha kurashgan jasoratli qahramonlari haqqiga Madinatul Rijal mardlar shahri, eronlar shahri haqqiga. 1363-yili may oyida Orol payg'ambarda Mo'g'ullarga qarshi mustaqillik uchun jangda shahid bo'lgan 500 dan ziyod safdoshlari, ruh poklarining hurmati haqqiga Madinatul Rijal mardlar shahri, eronlar shahri hurmatiga. Soqron Amir Temur bu pulni zarb ettirish bilan beshala sifat va shuhratga e'tibor bergan bo'lsa ajab emas. Shubhasiz Termiz sharif ko'zga ko'rinmas 40 eronlar shahri
Madinatul Rijal G'aybul Arba'ayn hisoblanadi. 600 yil 8 va 13 asrlarda islom olamiga 40 emas, 100 emas, juda ko'plab siz va biz bilmagan tariximizda haqiqatdan ham rijol g'ayb bo'lib yetishgan, kashf qilinmaganlar ham shahar, ham yurt avliyolarning borligi aniq. Aql zakovatda Hazrat Al-Hakim At-Tirmiziy o'zlari ruhiyatlari rahnamoligida asrlar osha shahrimizda rijol g'ayb bo'lishgan 1219-1220 yillar ona shahri uchun kurashda Said Alovul Mulk Termiziylar kabi rijol eronlar, mardlar bo'lgan bu shaharda 10-asrdayoq falakiyot ilmiga dunyoda ilk bor samoviy jismlar kuzatishda qo'llangan asbobni ham rijol g'ayb silsilasini tayyorlashda o'zi ham bobosi kabi rijol g'ayb nisbatiga munosib bo'lgan Ahmad Usturlobiy ham shu Termizi sharifdan bo'lgan va bejizga o'zining asarida shahri sharif maqomi bilan Termizni sharaflamagan. Amir Temur hazratlari Al-Hakim At-Tirmiziy shaxsiyatlarini Allohni bilishda, o'ziga taqvoda, e'tiqodda janob payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin yagona har taraflama ibrat bo'lishga munosib ulug' siymo deb hisoblangan. Qur'onil Karimdagi Yosin sura sharifining 20-21 oyai karimalarida aynan Al-Hakim At-Tirmiziy payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam da'vatlari yo'lida odamlarni o'z ilmlari bilan Muhammad sallallohu alayhi vasallam timsollarining ilohiyligini odamlar tan olishiga, ya'ni payg'ambariga ergashganlarga Alloh ajr savob berur, chunki ular haq yo'lni bilguvchilardir deb xitob qilayotganligining mazmunini kasb etganligini ham zohiran va ham botinan mushohada manzili makoni Termizi sharif shahrining ma'naviy va ruhiy homiysi, pirlarining sultoni deb e'tirof va ehtirom etishi ham biz uchun o'ta faxrlidir. Yuqorida zikr etilgan xomis 5 fazilat Termizi sharif shahriga har jihatdan tom ma'noda munosibligi, ko'hna tarix sahifalarida uzuq-yuluq tarzda tarix dengizining tubida sadafda qamalgan tomchi durga aylangan haqiqat unda yashirin edi. Mustaqilligimiz tufayli izlanuvchan olimlarning vatanimiz, xalqimiz tarixiga haqiqat javohirlarini nisor etilishi uchun tinmay tadqiqotlar olib borishib, mahkumiyat qag'riga mahkum etilgan shaharning shuhratini, sharafini, shahri shariflar qatorida hurmat etilishini davr va zamon xohish irodasi bilan his etmoqdalar. Dunyo afkor ommasi Termiz sharif shahri haqida bizning tarixiy qadimiy manbalarimizdan o'qib o'rganishganligini shubha etmasak ham bo'ladi. Oqsoch ona tariximiz haqida olimlarga qimmatli ma'lumotlar beruvchi manbalar jahon mustabid siyosatining nayranglari tufayli g'arbdagi muzeylar kutubxonalariga 200-300 yil ilgari olib ketilgan. Bugungi kunda g'arb olimlari sharq tarixini, ya'ni bizning tariximizni juda yaxshi bilishadi. Ular dunyo tarixi kemasini ilm ummonida boshqarib, ilm bahridagi dur javohirlarni uning qa'ridagi o'zimiz g'avvoz bo'lib unga mustag'riq sho'ng'ib, ularni yuzaga olib chiqib, jahon afkor ommasiga o'zimizning taqdim etishimizni kutishmoqda. Ular bizga sizning kimligingizni biz juda yaxshi bilamiz, ammo siz o'zingizning kimligingizni, ya'ni tarixingizni bilasizmi? Qani siz o'zingizni bilar ekanmisiz? Shu savollarga siz qanday javob bera olar ekansiz? Ana shu bilan qiziqtiradi va qiziqtirmoqda deyishmoqda. Shu o'rinda Toshkent davlat universiteti Sharq fakultetining Eron afg'on bo'limida 1970-1975 yillari tahsil olgan yillarda bo'lib o'tgan voqeani ta'riflamoqchiman. Toshkent shahrida Osiyo mamlakatlarining 3-xalqaro kino festivali 1972 yili mayda bo'lib o'tdi.
Muallif student bo'lsam-da, ushbu kinofestivalga tashrif buyurgan Eron afg'on kinofestivallariga tarjimonlik qilish baxtiga musharraf ham bo'lganman. Eronda ishlangan 2 seriyali Hasan Kachal filmini rus tiliga o'girganman. Ana shu xalqaro kino anjuman mazkur yilning 27-mayida yakun topdi. Ikki mamlakatdan kinofestival qatnashchilari 45 nafar bo'lib, o'z yurtlariga qaytishlaridan oldin Toshkentdagi Navoiy nomidagi Adabiyot va san'at muzeyiga tomosha qilishdi. Men esa muzeydagi eksponatlarni izohlab beruvchining aytganlarini fors tiliga tarjima qildim. Ekskursiya yakun bo'lishiga bir necha daqiqa qolganda ushbu guruh a'zolaridan 2 nafar, ular eronlik edilar, meni avtobusdan ancha nari bo'lgan joyga imo bilan chaqirishdi. Sening fors tilimizni juda yaxshi o'zlashtirganingga biz tahsin o'qidik. Shuni yaxshi eslab qol. O'z xalqining tarixini, buyuk shaxslarni bilmagan hech qachon vataniga muhabbati bo'lmaydi. Sen o'zingning Termizdanman deding. Bu shaharning tarixi cheksiz bo'lib, u qadimda shahri Termizi Sharif deb nomi tarixiy manbalarda zikr qilingan. Bu muqaddas shahardan yetishib chiqqanlar islom olamida haligacha e'zozlanadigan buyuk siymonlari bo'lgan shahardir. Sen agar imkonini topsang, izlansang, dastlab o'z shahringdan chiqqan tanilgan mashhurlarni, o'z yurtingni, xalqingni tarixini o'rgan. O'z tarixini o'qib o'rgangan bilginki hech qachon hech bir g'oya uni yo'ldan adashtira olmaydi deyishgan edi. Bu voqeaga esa 34 yil bo'libdi. 1979-yili Al-Hakim At-Termiziy maqolamiz 14-avgustda Viloyat Lenin bayrog'i gazetasida chop etildi. Dastlab izzat, hurmat bo'lib, so'ngra tahqirlar, ta'qiblar bo'ldi. Yaratganga beadad shukrlar bo'lsinki, xalqimizning shijoatli, odil, dono farzandi muhtaram yurtboshimiz Islom Karimov Qizil imperiya tarkibidaligidayoq ona vatanimiz O'zbekiston xalqiga, tilimizga davlat maqomi, tarixiy, milliy, diniy qadriyatlari va nihoyat 1991-yili 1-sentyabr bebaho mustaqillikka erishishimizda rahnamolik qildilar. O'sha 1972-yili 27-mayda eronliklar Termizi Sharifda o'qilgan bir rakat namozning savobi boshqa joylarda o'qilgan 700 rakat namozga barobardir deb bir o'z davrining zabardast olimi aytgan. Tarixda bu haqiqat yozib qoldirilgan, faqat haqiqatni izlagan topadi deyishgan edi. Bu muqaddas shaharni tarixiy buyuk shaxslar nihoyatda hurmat qilishgan ekan. Ayniqsa Sohibqiron Amir Temur hazratlari, u zotning vorislari Shohrux, Halil Sulton, Ulug'bek va boshqalar 16-17-asrlarda yashagan Mahmud ibn Vali o'zining Bahrul Asrorda Sirlar dengizi kitobida Termizga berilgan mazkur ta'rifni izohlagan. Insoniyat tarixining 3000 yilligi ibtidosida 2001-yili 11-sentyabrda jahonning eng qudratli davlati AQShning poytaxtidagi egizak binolar xalqaro terrorizmning qurboni bo'lishdi. Bu yovuzlikni aybdorlari Afg'onistondagi toliblar hukumati deb xalqaro jamoatchilik e'tirof etdi. Dunyoning yirik davlatlari Afg'oniston islom davlati rahbariyatiga ma'lum muddatda toliblar hukumati bekor qilinmasa, Afg'onistonga embargo e'lon qilinadi deb ogohlantirishdi. O'jarlikka yo'g'rilgan g'oyalar bilan qurollangan toliblar jahon jamoatchiligi talablarini e'tiborga olishmagach, xalqaro jamoatchilikning ommaviy axborot vositalarining vakillari Termiz shahriga 20-oktyabr 2001-yildan kela boshlashdi. Ushbu satrlar muallifi 2001-yili 10-noyabrda 18-noyabrgacha AQShda nashr etiladigan Washington Post gazetasining markaziy Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy vaziyatlari bo'yicha
byurosining rahbari janob Strak Douglas bilan ishlashiga, ya'ni tarjimonlik etishiga to'g'ri keldi. 2001-yil 17-noyabrida Strak Douglas Al-Hakim at-Tirmiziy maqbaralarini borib ziyorat etmoqchiligini muallifga aytdi. Muqaddas joyga bordik. U menga Qur'onil Karimdan tilovat qilishimni iltimos qildi. Tilovat so'ngida u ham bizlar kabi duoga qo'llarini ko'tarib, duo yakunida yuziga 2 kaftini surtdi. Menga iliq tabassum etib, men ham musulmon bo'ldim. Ammo men islom dini aqidalari, ahkomlari, arkonlarini g'ayriddin bo'lsam-da hurmat qilaman, deb Qur'onil Karimning Al-Imron surasi 19-oyati Inna dina indallohil islom deb sekingina tashqariga chiqayotganimda qulog'imga aytib o'tdi. Ziyoratgoh Amu daryo sohilida joylashganligi sababli davlat chegarasi tortilgan. Biz ikkimiz chegarada 5-6 qadam yetmay yo'lakcha ustida turib, qo'shni Afg'oniston tomonga qaradik. Strak Douglasga men Amu daryoning chap qirg'og'idagi taraflar Afg'oniston islom davlatiga qarashli dedim. Strak Douglas bir lahza o'yga cho'mdi, so'ngra sizning shahringiz dunyoning boshqa shaharlari kabi emas. Bu shaharning tarixining ildizi nihoyatda chuqur. Yevropa, Osiyoda jahon sivilizatsiyasi beshiklari bo'lgan, ularga 3000 yil bo'lganligini tarixiy manbalarda zikr qilishadi. Ammo bu qadimiy Taramatxa boshqa shaharlardan farqi shundaki, bu shahar shahri shariflar silsilasiga kiradi. Bu zaminga yaratganning nigohi tushgan. Bu shahri sharifdan dunyoga mashhur allomalarimiz bor. Ular darhaqiqat dunyoning 4 qutbida jahon xalqlarini o'zlari hifzi himoyasiga olishib turishibdi. Ushbu haqda bir kitobdan o'qiganman, ammo eslay olmayapman. Ahmad Usturlobiy Ilmi Nujum. U yana e'tibor bering, Zokirjon, bir haftadan buyon Afg'oniston jangovar raketalar bilan bombardimon qilinmoqda. Bu hazilakam dahshat emas albatta. Bu yerdan qo'lingizni uzatsangiz jang bo'layotgan mamlakatga yetadi. Vaholanki Afg'onistonda jang borayotgan ekan, siz yashayotgan mamlakatda, O'zbekistonda osoyishtalik, xotirjamlik, hech bir insonning yuzida tashvish sarosimaga tushib nolishni men hech qayerda kuzatmadim. Hatto mana shu muqaddas joyni ziyoratiga kelganlar ham Afg'onistondagi voqealarga e'tibor berishmayotganday. Bu muqaddas qadimiy Termiziy Sharif shahridan balolarni qaytarib turuvchi bir ilohiy qudrat bor. Yaratganning izni bilan bu mashhur zamindan yetishib chiqqanlarning urug' poklari cheksiz osmon qadar qudratli qala devori kabi bo'lib, adashib kelib tushishi mumkin bo'lgan raketalarni qaytarib turishibdi. Albatta qalbi va vujudi poklar borki, ularning shu muqaddas ziyoratgohga kelganlarning duolari mustajab bo'lishining nishonasidir. Men o'zim ana shunday holatlarni tirik guvohi bo'lib turibman. Men shu shahri